18 aprelda energetik madaniyat yurti sahnasida turli tarmoq, uyushma, predpriятие kollektivlari чыгыш ясады. Bugun ular Zeyning 370 yillik yubileyina bag'ishlangan xalq festivali bo'yicha vizit kartochkalarini taqdim etdilar. Shaharga negiz solinuvdan olib, uning kelajagini chog'ildirgan chiqishlar taqdim etildi. Har uyushma baygiga ijodi yaqin kelib, zo'r tirishlik bilan hozirlangan. К конкурсу готовились очень тщательно. Вначале придумали сценарий, создалась творческая группа, а потом приглашали по отдельности на каждый вид конкурса и репетировали. Это очень объединяет с коллективом, сплочает, развивает еще какие-то навыки. Учителя вообще очень творческий народ, и мы это все проделываем с детьми, и почему бы самим нам не поучаствовать тоже. Birsinden birsi yemli konsert номерлары bilan sahnada kollektivlar olışınıp qana turdi. Zeyliler o'zlarining kishi vatanlarini yaratuvlarini jurmonlari, biyulari osha talabchan juriga jetkirdilar. O'zishchan festival bo'yicha har kollektiv odna davomida chiqish yasab, eng yaxshilari esa gala konsertda taqdim etilajak. Baygi natijalari bo'yicha priz fondi yubiley o'ng'ayidan 370 ming so'mni tashkil etashak. Grand Prixga loyiq bo'luvchilar 100 ming so'mlik sertifikat bilan bo'laklanashak. Odila Burxonova, Aleksandr Timofeyev, Zey xabarlari.